Qachon xohlaysiz? Ertaga. Bo'ldi, gap yo'q. Ertaga Ali Banat bilan intervyuimiz bor. Ali Banat bilan Xudo xohlasa indinga. Mayli. Lichkadan svязga chiqsak bo'ladimi? Lichkadan svязga ham chiqamiz. Keyin sizga ham bir savolim bor. Bemalol. Masalan, men qancha kuchli videolar bilan o'ynadim, masalan. Shunday. Urdingiz. Men sizga hech narsa demadim, to'g'rimi? Sizga men qachon protik urganman? Urdingiz. Xo'sh. Sizni biron lishni gap bilan men sizga lishni gapirdimmi? Yo'q. Nimaga siz urayotgan odamlar so'kadi xalqning onasini, menga danat qilayotganlarni yoki boshqa birovga danat qilayotganini so'kadi? Meni alaqam bormi bu yerda hozir? Men so'kdim. Yo'q, siz so'kmadingiz. Aha. Siz menga ham danat qilmang, shu odamga so'kadigan. Men hech kimga danat qilmayman. Shunga aytdim-da men. Sardorni aytyapsiz, to'g'rimi adashmasam? Turgan cho'tga o'xshaysiz. Aha. Sada Gangastarni aytyapsiz, so'kadi deb, to'g'rimi? Aha. Mana Men Sardorni aytmayman, ne tolka Sardor, boshqa yigitlarni ham. Men boshqaga kimga uraman boshqa? Yana kimga? Zökka uraman, onda. Zökka uraman, Azizga. Ularga uraman. Mana. Liboy birtasiga. Prosta kerak emas. Siz ham xalqdan chiqibsiz, biz ham xalq, donator ham xalq.